Ronaldo Sanki nima qarab o'tiribdi? mana shu kulminatsiya bo'lsa kerak ya do'stlar hozir. Bolama. Sveting ham o'chdi. Pechka ham sovuq qoldi. Bolaring sovuq qotadi-ku. Qachongacha topganing kommunal to'lovlarga yetadi? Biron chorasini top. Na bir uyda tinchlik bor. Na bir mazza qilib televizor ko'ra olasan. Na bir mana qo'shnidan tinchlik bor. Hozir men Keling qo'shni. qo'shni, bu bizni uyda svet o'chib qolib, uyni sovib qolgani yetmagandek, 1 soatdan beri tarlatishingiz nimasi, nimasi? Qo'shnijon, agar sizda bunaqa muammo ko'rsatayotgan bo'lsa, buning yechimi bor. Hozir tushuntiraman. Termiz tumanida ishlab chiqarilayotgan ekologik toza mahsulot Penoplast panellarini uyingizga qoplama qildirsangiz, bu siz uchun ayni muddao. Bizning Penoplast mahsulotlarimiz mutlaqo shovqinni o'tkazmas, o'tda yonmas, suvga botmas xususiyatlarga ega bo'lib, yoz va qish mavsumlarida uyingiz haroratini bir me'yorda ushlashga yordam beradi. Ushbu Penoplast mahsulotlari Germaniya va Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Qolaversa ushbu Penoplast mahsulotlari sizni tabiiy gaz va elektr energiyasiga ketadigan ortiqcha sarf xarajatlardan batamom xalos etadi. Ha, aytgancha, Penoplast mahsulotlari 50 yillik kafolatga ega. Penoplast muammolarim yechimi.